shogirdga vazifa beruvga qani nima qilyapti ekan? ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هكذا. aytayveradigan shirin bor edi. Shunda eshitaylik, mazza qilaylik. Qaysi shirin? Bo'ylovlar haqidamidi bilmadim, tarjimalarini aytib berasan deyman. أيها العاشق معنا حسننا مهرنا ظال لمن يخطبنا بنا. Ma'nosi qarang. Ma'nosi. Ey bizlar ustimizga oshiq bo'lganlar deydi. Bizlarni sizga beradigan mahrimiz hisob kitobi yo'q deydi. Ya'ni kimga? Mahrda hammaga emas. Biz sovchi qo'yganga emas, bizga sovchi qo'yganga ham sizga beradigan mahrimizda hisob kitobi yo'q deydi. Qarang. Mashallah. Lekin bu mo'min musulmon kishida aytgan gapi nafs bo'ladi deydi. Hammaga emas bu lekin bu gapni aytish. Bu gapni xuddi doim aytish. Chunki Alloh taolo o'zining kalomida shunday marhamat qiladiki, astag'firullah يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون degan qarang. Ma'nosi nima desa, ey iymon keltirganlar, nima uchun bilan qilmaydigan narsalaringiz haqida gapirasiz deganda, shulardan qolmasligi uchun hammaga ham mas bu gapda. Yuragi kattadagi yuragi o'tib bordi.